15 may Amerika prezidenti Donald Trump Amerika şirketlərinin dövlət xəvfsizligiga təhdid şəkilləndirgan dövlətlərdən telefon, telegraf, uçur aloqa əsləhələrini elishni cheklaydigan prezidentlik qarornomasiga imzo qo'ydi. Aqsaray bayonotchisi Sarah Sanders e'lon qilgan bayonotda Donald Trumpning ilm-fan, uçur aloqa texnikalari va mulozimatlari bilan ta'minlash sistemasini qo'g'dash temiliq prezidentlik qarornomasiga imzo qo'yganligi bildirildi. Buningga asosan Trumpning qarori Amerika şirketlərinin dövlət bexatarligiga təhdid şəkilləndirdigan dövlətlərdən telefon, telegraf, uçur aloqa əsləhələrini elishni cheklaydi. Donald Trump Amerikaning telefon, telegraf, uçur aloqa torini qo'g'dash maqsadida davlatlik jiddiy holat e'lon qilgan bo'lib, uning tashlagan bu qadamidagi hujum nishonining garchi qarornomada ismi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, Xitoy ekanligi bildirildi. Amerika mediyasi Xitoy bilan yaqinqi oylardan buyon ko'rilgan ishlar natijasida Xitoy uçur aloqa shirkati Huawei'ning Amerikadagi qilmishlariga aloqador Trump hukumatining bu xil qadamni tashlaganligini ilgari surdi. Amerika matbuotlarining xabarlarida Trump hukumatining buningdan keyingi Huawei shirkati bilan tijorat qilgan Amerika shirkatlarga embargo qo'ya oladiganligi bildirildi. Bu xabar tarqalib uzun o'tmay Google shirkati tunji bo'lib inkos qaytarib, dunyoning eng chong ikkinchi aqlli telefon ishlab chiqarish shirkati bo'lgan Huawei bilan orasidagi hamkorlikni oxirlashtirganligini e'lon qildi. Google'ning bu qarori Xitoy ichidagi Huawei'ning savdosiga ancha chong ta'sir ko'rsatmasa-mu, lekin chet eldagi Huawei mahsulotlarining sotilishiga chong ta'sir ko'rsatdi ekan. Chunki Huawei'ning nurg'un iqtidorlari Xitoy ichida allburun cheklangan bo'lib, baribir Xitoyda u iqtidorlar ishlanmaydi ekan. Biroq chet elda Google'ning detal bozori va nurg'un Facebook, Twitter degandek detallari keng ishlatiladigan bo'lib, bu iqtidorlar ishlamasa Huawei mahsulotlarining bozori kasatlashadi ekan. 20 may Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Geng Shuang Huawei'ga qartilgan Amerikaning bu cheklishining oldini oldigan tadbirga qarta saqlab ko'ringlar dedi. Google Huawei bilan savdo munosabatini to'xtatgandan keyin Amerikaning Intel, Qualcomm qatorliq shirkatlarmi Huawei bilan bo'lgan savdo hamkorligini to'xtatganligini e'lon qildi. Bularning keyindan Broadcom shirkati, Shelin shirkatimi Huawei bilan bo'lgan savdo hamkorligini to'xtatdi. Arqadilla axborotlarda Yaponiyaning Toshiba shirkatining qo'l ostidagilarga Huawei'ga mal setishni to'xtatishni uqtirish qilganlik xabari chiqdi. Buningdan boshqa yana Germaniyaning o'zak yasash shirkati Infineon texnikasini Huawei'ga berishni to'xtatganligini bildirdi. Savdo urushining Xitoyda Huawei'ga ta'sir ko'rsatib qolmasdan boshqa har tarafdan kuchli ta'sir ko'rsatganligi oshkorlanmoqda. Xitoyda shiddat bilan o'rlayotgan mol bahasi sababli Xitoy xalqining meva elib yeyolmaydigan kunlarning kelayotganligidan qattiq andisha qilayotganligining Xitoydagi munozara torlarida eng keng o'rin olganligini ko'rib olamiz. Uningdan boshqa Xitoy xalqi Xitoy iqtisodining vayron bo'lishidan qo'rqib, pullarni bankadan chiqarib olish uchun bankalar odam dengiziga aylangan. Xalq bankiga qo'ygan dollarni ololmayotganligiga oid videolarmi keng tarqaldi. Ammo Xitoy butun axborot vositalarida Amerikaning o'zi urushni keskinlashtirib, o'zi pushaymon qilib qiyin kunga qilayotganligini, Amerika shirkatlarining qattiq ziyon tortib, paycheklarining tushib ketganligini, Trumpning Xitoyga qarta muomalasining o'zgarib, muzokara qilayli deb yolvurish bosqichiga o'tgan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning keskin bu savdo urushini oxirigacha qilamiz deb ifoda bildirganligini, Xitoyning iqtisodiy asosining kuchli bo'lib, bu urushni elib berishda qiynalmayotganligini keng tashviq qilmoqda. Hamda bu savdo urushini Amerika yo'lsizlik bilan boshladi deb tashviq qilib, o'zidagi mas'uliyatni butunlay Amerikaga ishtirib, o'zlarining bo'zaq qilinganligini xalqqa bildirishga tirishib, xalq orasida Amerika o'chmanligini qo'zg'ab, xalqni Amerikaga taqobil turish ko'rishi elib berishga kuch kiritayotganligi axborot vositalaridan ma'lum bo'lmoqda. Xitoy xalqi Xitoy hukumatining chaqiriqiga ovoz qo'shib, Amerika bayroqlarini ko'ydirib, noroziligini bildirgan videolar tarqalishga boshladi.